Okamligi Evon brendimizdan 20 litrlik boshqa prisosimizni qilib berganmiz. Svetlin prisoslarimiz bo'ladi. Hozir dastlabki xizmatdan foydalangan holda mahsulotimizdan xarid qildilar. Hozir sizlar bilan birga edi mahsulotimizdan olib borib o'sha ishlatib ko'ramiz hamda okamlardan bitta fikrlarni eshitamiz. Bundan tashqari 30 litrligi bu tarafimizda 50 hamda 80 litrliklar sotuvimiz mavjud. Kerak bo'ladigan bo'lsa bu yoqqa qo'yib chiqaverasizlar. Obyektiv kelganimizda okalarimizga 20 litrlik prisosimizni qilib bergan edik. Evon brenddan bo'ladi. Bundan tashqari har xil variantlar ham bor. Oklar mana ko'rasizlar, qurilishga kelganmiz. Hozir sizlar bilan birga bitta ishlatib ko'ramiz. Okalarimizdan o'zligini bitta jivoy fikrligini eshitamiz ishlatib bo'lganimizdan keyin. E'tibor qilamiz okalar, apparat o'chdi, lekin hali prisosimiz o'chmadi. Ko'rdinglar, 20 sekunddan keyin avtomatik prisosi o'zi o'chadi. Sababi mana bu bo'lgan changi hammasini bor, changi shuni tortib oladi. Keyin avtomatik o'chib beradi okalar. O'zining shunday funksiyasi bor. Bu yerda mahsulotlarni yoqqaningizda apparatni ko'rasizlar, bu yerda ishlatib ko'ring. Bundan oldin bu tarafimizda hozirgidan zirafamizdan ishlatib ko'ring. Kelasi ham birinchi mahsulot yoqqaningizdan keyin sirasi avtomatik yonadi. 20 sekunddan keyin o'chib, bosh changi tortib, keyin o'chadi okalar. Ishlatish jarayonini ko'rdinglar. Endi ustakamizdan bitta o'zlarini fikrlarini eshitib ko'ramiz. Oka, qanaqa ekan mahsulot? Mahsulot yaxshi, ishlash ham tomonlama yaxshi, surishi ham zo'r ekan. Unaqa muammosi yo'q, yaxshi. Zo'r. Qolgan ustalarga tavsiya qilasizmi? Ha, tavsiya qilamiz. Okamlar Evon brendimizdan mahsulotimizdan xarid qilganlar, qolganlarga ham tavsiya qilibdilar. Kerak bo'ladigan bo'lsa bu yoqqa qo'yib chiqaverasizlar.